Bollivud tarixidagi eng katta sirli voqealarning biri bilan tanishtiraman. Shohrux Xon va Priyanka Chopra o'rtasidagi mishmishli munosabatlar. Ularning Don va Don 2 filmlaridagi birgalikda ishlashi butun Hindiston mediasini larzaga solgan edi. Paparatsilar ularni tez-tez yonma-yon ko'rdi. Suratlar chiqdi va shundan keyin ularning shaxsiy hayoti haqida cheksiz gap-so'zlar tarqala boshladi. Mishmishlarga ko'ra Shohrux Xon va Priyanka Chopra o'rtasida qachonlardir romantik aloqalar bo'lgan. Shohrux Xon bu gaplarni rad etgan. U Priyankani shunchaki qalbimga yaqin do'st xolos deb atagan. Ammo Bollivud bu inkordan keyin ham to'xtamadi. Chunki o'sha paytda ular birga tadbirlarga borishar, intervyularni birgalikda iliq so'zlar bilan berishar, hatto bir nechta tunda bir joyda ko'rilgani haqida media xabarlar tarqalgan edi. Don 2 filmi suratga olinayotganda ularning ekrandagi kimyosi, ya'ni uyg'unligi juda kuchli edi. Film jamoasi ularni eng tabiiy va go'zal juftlik deb atagan edi. Shundan so'ng esa mishmishlar yanada avj olgan. Ammo oradan ko'p o'tmay Shohrux Xonning rafiqasi Gauri Xon bu holatdan norozi bo'lganligi haqida aytildi. Gauri Xon kim? Gauri Xon Shohrux Xonning umr yo'ldoshi, dizayner, prodyuser va Red Charles Entertainment kompaniyasining direktori. U Hindistondagi eng kuchli ayollardan biri sifatida tanilgan. Mishmishlarga ko'ra Gauri Xon Shohrux Xondan Priyanka bilan boshqa birga suratga tushmaslikni so'ragan. Ba'zi manbalarda hatto u rejissyorlarga bu duetni boshqa takrorlamanglar degani haqida ham yozilgan. Natijada esa Don 2 dan keyin Shohrux Xon va Priyanka Chopra biror bir katta loyihada birga ko'rinishmagan. Bu voqealarda Karan Johar nomi ham tilga olinadi. Karan Johar kim? U Bollivuddagi eng yirik rejissyor va prodyuserlardan biri. U bir necha afsonaviy filmlar muallifi. Mishmishlarga qaraganda Karan Johar va Gauri Xon va boshqa bir necha mashhur aktrisalar bilan yaqin do'st bo'lgan. Ular birgalikda bir klubda bir loyiha ustida ishlashgan. Ammo o'sha loyihada Priyanka Chopra bilan ular sovuq munosabatda bo'lishgan degan mishmishlar bor. Shundan so'ng Priyanka Bollivuddagi loyihalardan asta-sekin chetlatilgani haqida ko'plab xabarlar paydo bo'lgan. O'sha yillarda Hindiston jurnallari bu mavzuni eng issiq sarlavhaga aylantirdi. Priyanka Shohruxga yaqinlashdi. Gauri g'azabda, Karan Johar Priyankani qora ro'yxatiga kirdi kabi maqolalar har hafta chop etiladi. Ammo eng qiziq tomoni shundaki, Priyanka bu mishmishlarga deyarli javob bermagan. U bularni rad ham etmagan. U shunchaki hayotimdagi har bir voqeani sizlarga tushuntirishim shart emas deb izoh bergan xolos. Bollivuddagi bu bosimlardan keyin Priyanka karyerasini boshqa yo'nalishga burdi. U Gollivud sari yo'l oldi va bir necha seriallar orqali dunyo miqyosiga tanildi. Keyinchalik u bir nechta yirik loyihalarda mashhur Amerika aktyorlari bilan rol o'ynadi va xalqaro yulduzga aylandi. 2018-yilda esa Priyanka amerikalik qo'shiqchi Nick Jonas bilan turmush qurdi. 2022-yilda ular surrogat ona orqali qiz farzandli bo'lishdi. Bugun Priyanka nafaqat aktrisa, balki mehribon ona va xalqaro miqyosdagi mashhur inson bo'lib tanilgan. Shohrux Xon esa o'sha mishmishlardan so'ng oilaviy hayotini yanada ochiq ko'rsata boshladi. U rafiqasi Gauri Xon bilan birgalikda har xil tadbirlarga tez-tez tashrif buyurdi. Intervyularda uni hayotimdagi eng katta tayanchim deb ta'riflay boshladi. Media esa uni vafodor er va baxtli oila ramzi sifatida ko'rsatdi. Bu esa ko'pchilik fikricha mishmishlarga javoban qilingan PR qadami edi. Shohrux Xon va Priyanka Chopra haqidagi mishmishlar Bollivud tarixidagi eng sirli va eng ko'p muhokama qilingan voqealardan biri bo'lib qolmoqda. Ba'zi manbalar bu haqiqiy sevgi hikoyasi edi desa, boshqalari bu haqida shunchaki media shov-shuvi bo'lganini aytadi. Lekin bitta narsa aniq, bu voqea Shohrux Xon, Gauri va Priyankani hayotini o'zgartirgan. Bollivud tarixida esa o'chmas iz qoldirgan. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu yashirin sevgi hikoyasimi yoki faqatgina kino olamidagi navbatdagi mishmishlardan biri bo'lgan xolosmi? Fikrlaringizni izohlarda kutib qolamiz.